ta'tilga, ya'ni kaltan olguncha to'liq ta'tilni qilishni iloji bor. Ofisga kelsangiz, qancha to'laganingizga qarab, sharoitingizga qarab, nima deydi, o'rganib chiqamiz. Albatta qo'ldan kelguncha yordam beramiz. Toshkentdan hovli to'g'risi hozir aytmoqchi emasman, lekin juda ham zo'r yangiligim bor. Hovli uy-joylar bo'yicha Toshkentda. Ozgina sabr qilsanglar, shunaqa dahshatli yangilik, xudo xohlasa, qurilish sohasida yana ham bitta bum bo'ladi, xudo xohlasa yaqinda. Zo'r surpriz tayyorlab qo'yganman. Tak, bitta savolda qayta bergandan foyda yo'q. Tepada javob berdim. Har bitta inson uchun alohida javob berish imkoniyati yo'q. Shuning uchun o'ylaymanki, aka Bristolda bir xona uy oldi, 2 xona qilishning albatta imkoni bor. Albatta oylik to'lovlar sizga og'irlik qilmasa yoki bizda o'sha aynan siz so'rayotgan xonadon bo'lsa, albatta alishtirib beramiz. Hovli uy-joylar bo'yicha dahshatli yangiligim bor, dahshatli. Haqiqatdan ham bu yangilik O'zbekiston qurilish bozorini portlatadi. Quruvchilar bundan keyin Marat Xayrullayevichni yanada ko'proq yomon ko'rishadi. Yanada ko'proq yomon ko'rishadi. Bu yangilikdan keyin точно mani haydab yuborishmasa bo'ldi O'zbekistonda. Shahar ichida bor proyektlarimiz. Surxondaryoda hozircha qurish rejamiz yo'q. Bahodirov Jasur aka, biz hali Toshkent shahrida hovli uy-joylar taklif qilmadik shu paytgacha, endi qilamiz xudo xohlasa. Bizda bir nechta loyiha kottejlar bo'yicha endi hozir aytmoqchi emasman, lekin yangiligim shundan iborat bo'ladiki, kottejlarimiz bitgan holatda bo'ladi sotuvga qo'ygan paytimiz, chunki ushbu kottejlarimiz hozir majbur qilyapmiz gapirtirishga. 99% bitdi. Kadastrlari ham chiqdi. Yaqin kunlarda sotuvga qo'yamiz va bu kottejlar olishingiz bilan ko'chib kirasiz. Xudo xohlasa, uzoq muddatda bo'lib to'laysiz. Tak что, yana sahraint qilib videoni tarqatib yubormaydi. Keyingi yana bir ikkita takliflarimiz bor. Ular 26-yilni yoz oylarida bitadi. Ya'ni 4-5 oydan keyin bitadigan variantlari ham bo'ladi. Shunaqa gaplar. Samarqandda quringlar. Samarqandda juda kuchli quruvchilar bor. Juda zo'r takliflarni berishyapti. Aynan biz borib qurishimiz uchun hojat yo'q. Biz rivojlanmagan joylarni rivojlantiraylik. Tadbirkor o'laroq O'zbekiston ravnaqi yo'lida aholi, xalq qulay uy-joylar bilan ta'minlanishi uchun yangi rejalar, yangi loyihalar qilib, urbanizatsiya bilan shug'ullanib, bu narsada kuchli insonlargina yangilik yarata olishadi. O'zining yangiligiga ishonadi, o'ziga ishonadi, loyihasining ya'ni udachniy bo'lishiga ishonadi. Kuchsiz insonlar yolg'izlikdan qo'rqadi. Kuchsiz insonlar shu hamma quradigan joyda, shu metrolarning oldida tiqilinch shahar ichida quradi va bu albatta shaharni infratuzilmasini yanada ko'proq charchatadi. Yashovchilar uchun noqulay bo'ladi. Yo'llar tirband, bog'cha maktablarda joy yo'q, hamma narsa qimmat. Qo'rqmaydigan inson o'zi shahar yaratadi va bu juda arzon, sifatli, qulay bo'ladi. Bu yerga pul tikkan insonlar ham albatta
katta foydada bo'ladi. Chunki juda katta va zo'r qulaylik va imkoniyatlar bilan olishadi. Bundan qo'rqish kerak emas. Dubay ham cho'l bo'lgan, cho'lda qurilgan. Har doim hamma zamonda, hamma ellarda nestandart fikrlovchi insonlarni nostandart, ya'ni hamma singari fikr yuritmaydigan insonlarni yomon ko'rishgan, skeptik qabul qilishgan, ustidan kulishgan va lekin agar e'tibor berib qarasangiz, insoniyat tarixida insonlarning hayotini o'zgartirgan yoki qanaqa texnologiyalarni o'zgartirgan yoki o'zini bir ma'lum tarixda iz qoldirgan shaxslarning barchasini ustidan kulishgan. Chunki insoniyat shunaqa yaralganki, o'zi qila olmaydigan ishni bu nereal narsa deb hisoblaydi. Ya'ni siz misol uchun siz bir quruvchimiz intervyu beribdilar. Mana bu uzoq muddatga bo'lib to'lashga berayotgan quruvchilarga men ishonmayman, chunki buni iloji yo'q. Bunga meni aqlim yetmadi, buni iloji yo'q deyaptilar, lekin katta odam misol uchun deylik, men samolyotda uchaman, lekin samolyotni qanday tarzda uchishiga haligacha aqlim yetmaydi. Fizikani tushunmayman, lekin bu degani samolyot uchmaydi degani emas-ku. Ya'ni sizni aqlingiz nimagadir yetmasa, bu mumkin emas degan tushuncha bermaydi hech qachon. Kim eplasa qiladi o'sha narsani. O'shaning uchun ham har zamonlarda, har illatlarda nostandart fikrlovchi, yangiliklar yaratuvchi, o'sha nima deydi, novshistvo olib kiradigan bir texnologiya yoki bir yangilik olib kiradigan insonlar ustidan kulishgan, lekin aynan o'sha insonlar tarixda qolishgan. Men bundan 3 yil oldin ko'p prognozlar qilganman. Mana shu qurilish sohasida juda ko'p intervyularda gapirganman. Agar e'tibor bersangiz, mana shu Chotka TVda ham men qancha 2019-yildan beri intervyu berib kelaman. Deyarli har yili intervyu beramiz va siz birinchi intervyumni ko'ring, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchisini ko'rsangiz tushunasiz nima haqida gapirayotganimni. Chunki birinchi intervyu bergan paytimda men hali O'zbekiston qurilish bozoriga kirmagandim. Lekin rejalarimni aytganman, fikrlarimni aytgan, barchasi deyarli to'g'ri chiqdi. Mana shu Sergeli City loyihamiz joylashgan yerni biz 2018-yilda xarid qilganmiz. U paytlarda Sergeli Cityga eltuvchi yo'l ham bo'lmagan, u joylar shahardan 40 kilometr uzoq deb bilingan. Lekin Xudoga shukr, mana biz loyiha boshlayotgan paytimizda metrodan 15 kilometr masofaga tushib qolgan edi. Chunki shahar o'sib boradi, yer kattarmaydi, aholi ko'payadi, ko'proq uyga yashashga nima deydi, ehtiyojlar bo'ladi. Bizda yana bitta narsa borki, megapolis bu Toshkent shahri, Qashqadaryo, Surxondaryo yoki uzoq Qoraqalpog'iston yoki uzoq hududlardan ko'proq inson tirikchilik qilish uchun yoki yaxshi hayot qidirib yoki qanaqadir boshqa maqsadlarda ko'proq inson ko'chib keladi baribir poytaxtga. Shuning uchun poytaxtda deymiz talab juda yuqori joyga va biz o'sha prognozni to'g'ri qilib shahar qaysi tarafga o'sishi mumkinligini taxmin qilib o'sha yerni olganmiz. Keyin loyiha boshladik. Mana hozirgi paytda biz loyiha boshlagan 15 kilometr edi metrodan, lekin mana oradan 1 yil o'tib hozirgi paytda o'sha O'rta Osiyodagi eng yirik aeroport, yangi magistral yo'li va aynan o'sha bizning loyihaning yonida qurilishi reja qilingan 26-27-yilda qurilishi reja qilingan metro bekat. Ya'ni aeroport 3 metro bekati. Albatta bu Allohdan hammasi. Bu bizani proyektni yanada qiymatini oshirib yubordi aslida. Chunki 3 kilometr masofada bizda metro stansiyasi qurilyapti. U degani bizani loyiha boshida shaharda emas edi, endi esa shaharda.
shahardan uy ola olmasangiz, shahar bo'ladigan joydan uy olsangiz bo'ladi. Bu normal holat. Men Moskvada shahardan 50 kilometr uzoqlikda yashaganman. Shuning uchun avvalo Allohga shukr, shunchalik barakatli qilib mana shu proyektlarimizni nima deydi bir qiymatini oshirgani uchun va to'g'ri niyatimiz to'g'ri bo'lganligi uchun ham hech kimni aldash yoki kimnidir qaqshatish niyatimiz bo'lmaganligi uchun niyatimiz xolis o'sha yurtdoshlarimizni uyli qilish maqsadida shu yo'lga kirganmiz. Shuning uchun Alloh yo'limizni ochib nima deydi harakatni to'xtamayapmiz va kundan kunga loyihamiz qiymat oshib ketyapti. O'sha yerga pul tikib bizdan uy xarid qilgan insonlar shunchaki plyusda. Bizga bildirilgan ishonch uchun boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Shunaqa gaplar. Tuzil park mana shu boshlanayotgan haftaning dushanba, seshanba kunlarida qurilish ishlari boshlanadi, xudo xohlasa. Barcha hujjatlarni olib qurilish uchun tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Tuzil park loyihasining o'sha A bloklari, A5 ta blogini biz sotuvga qo'ygan edik. Mana shu 5 ta blogimiz nasib bo'lsa 26-yilning kuz oylari 26-ning oxirigacha to'liq holda bitirib topshiriladi kadastr hujjatlari bilan 1 yil ichida. Xudo xohlasa Xudo xohlasa 2-3 yildan keyin mana shu men aytayotgan gaplarni ma'nosini ko'pchilik tushunib yetadi. Xalq uchun foydali proyektlar qilyapmiz-da, hammaga yoqishning imkoniyati yo'q. 100% hammani mehrini qozonishning imkoniyati yo'q. Mijozlar soni keskin ko'p va ularning ichida ayrimlari bizni yomon ko'rishadi. Bu normal holat. Lekin ular ham ertami kechmi meni haqligimni tushunib yetishadi. Chunki biz hech kimni aldash maqsadida emas yoki boshqa maqsadda emas, aytayotgan gaplarimizning barchasi haqiqat. Bu uy sotish uchun manipulyatsiya qilish emas. Bizda shunaqa e'tirozlar bo'ldi. Mijozlar deylik 1 yil oldin biz bilan shartnoma qilishdi. Shartnoma 2 taraflama tuziladi, bilasizlar. Shartlar yoziladi, ya'ni ikkala taraf uchun shart va shartlar va o'sha majburiyatlar va deylik majburiyatlar va agarda har ikkala taraf majburiyatlarini qisman yoki to'liq ado qilmasa, albatta jarima sanksiyalari bo'ladi. Chunki agarda jarima sanksiyalari bo'lmasa, bu shartnomaning kuchi qolmaydi. Ya'ni agarda quruvchi har bir qurmagan kuni uchun, kechiktirgan kuni uchun katta miqdorda jarima to'lamasa, bu bemalol, endi hamma ham vijdonli emas-ku, bemalol qurmasdan yurishi ham mumkin. Yokida sotib oluvchi o'z vaqtida pullarini to'lamasa, ya'ni siz uni jarima qila olmasangiz, uni siz jazoga torta olmasangiz, u ham umuman mas'uliyatni yo'qotib qo'yib, to'lamasligi mumkin pullarni. Shuning uchun 2 taraflama tuziladi. Endi qarang, oluvchi va qurib beruvchi borda bizda. Misol uchun agarda oluvchi o'zining yomon moliyaviy ahvolga tushganligini vaj qilib, xohlagan paytida shartnomani bekor qilsa, bu quruvchiga zarar. Ya'ni qaysidir ma'noda uni rejasida bo'lmaydi va investor o'z aslida mijoz deyilmaydi. Bizda O'zbekiston bozorida asosan qurilish sohasida investitsion shartnomalar kiritiladi. Siz investor bo'lib kirasiz loyihaga. Ya'ni siz investitsiya kiritgan pulingizni to'satdan qaytib olishni reja qildingiz. O'sha paytda quruvchi ozgina moliyaviy tang ahvolga tushib qoladi, agarda albatta u uyni boshqa odamga sotmasa.
Lekin shunda ham sizni jazoga torta olmaydi. Bu ixtiyoriy ravishda bekor qilinadi shartnoma va kechiriladi. Lekin quruvchi qurishdan bosh tortsa, quruvchi kechirilmaydi. Shuning uchun o'zi aslida shartnomalarda quruvchi tomonga jazo sanksiyalari og'irroq bo'ladi. Lekin shunda ham biz hech kimdan xafa bo'lmaymiz. Kimdir bekor qiladi shartnomasini, kimdir yangitdan shartnoma qiladi. Boya aytganimdek, hammaga birda yoqishni imkoniyati yo'q. Lekin shuni ayta olamizki, agarda ular bankdan kredit, ya'ni bank krediti qilib o'sha ipoteka ko'rinishida olganlarida edi, unda xohlagan paytda shartnomani bekor qila olishmasdi, chunki uy garovda turgan bo'ladi. Bank juda katta jarimaga tortadi va siz har bir kechiktirgan kuningiz uchun juda katta miqdorda jarima to'laysiz. Shuning uchun ham bank kreditlari va bank orqali olingan uylar qattiq va keskin shartlar asosida beriladi. Shuning uchun biz bir oddiy tadbirkormiz, bank emasmiz. Bankda endi ko'proq pul bo'ladi va iltimos qilardimki, xonadon xarid qilgan insonlar pul to'lovlarini vaqtida to'laylar. Biza jarimaga torta olmasligimiz mumkin, boshqa qila olmasligimiz mumkin, lekin uy o'z vaqtida bitishi uchun albatta siz ham o'z vaqtida to'lovlarni qilishingiz kerak. Hech bir loyihamizda hech bir biz bilan shartnoma qilingan mijoz jarimaga tortilmagan shu paytgacha. Biz haqimizdagi yolg'on tarqatilayotgan ma'lumotlarga biz har doim qarshi fikr bildiramiz. Va alaykum assalom barchaga. Xudo xohlasa 5-noyabr kuni vebinarda qatnashsanglar juda ham qiziqarli va zo'r ma'lumotlarni beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Men Sergeli City'dan 64 kvadrat metr oldim. Oyiga 63 million qilib 9 oyga hozirda o'shani oz vaqtda to'lab kelyapman. Shaharning ichidagi o'tib ketyapti. Ichidagi donlaringizni almashtirib razницасini siz uchun yordamimizmi? Savolingizni tushundim. Imkoniyati bor albatta. Sot ofisimizga kelsangiz, siz yoqtirgan boshqa bir uyga alishtirib berishimiz ham mumkin. Muammo yo'q. Xudo xohlasa. O'qimaganga olib o'tiribsiz, Marataga shuncha yozdim. Meni pulimni qachon berasiz? Sizni pulingizni, qanaqa pulingiz bor bizda? Qanaqa pulingiz bor? Tushuntirib gapiring. Shunaqa muttahamni ham ko'payib ketdi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tmoqchiman. Imorat kompaniyasi katta nima deydi? Bir kichik kompaniya emas va har bir qurilayotgan loyihalar uchun pudratchi tashkilotlar jalb qilinadi. Ya'ni biz kimnidir olib qanchadir oylik to'lab ishlatmaymiz. Biz pudratchi kompaniyalarni jalb qilamiz, pudratchi kompaniyalarga pul to'laymiz va pudratchi kompaniyalar xodimlari uchun pudratchi kompaniyalarning o'zi javobgar. Agarda kimda kim oyligini vaqtida ola olmagan bo'lsa, albatta ish beruvchiga murojaat qilish kerak. Biz ish beruvchi emasmiz. Biz buyurtmachi kompaniyamiz. Agarda shartnoma biz bilan to'g'ridan-to'g'ri tuzilgan bo'lsa va biz sizga pulingizni bermayotgan bo'lsak, bu boshqa gap. Shuning uchun ko'pchilik pudratchi kompaniyaga ishga kiradi. Biz pudratchi kompaniya uchun pul to'lovlarini o'z vaqtida ado qilgan bo'lamiz, lekin qaysidir noinsof pudratchi kompaniya qaysidir kranchisini yoki quruvchisini oyligini vaqtida bermasa,
ko'pchilik o'ylaydiki, bularni boshlig'i Marat bizani oyligimizni bermayapti deb o'ylaydi. Yo'q, kechirasiz. Siz ish beruvchi va sizni o'rtangizda shartnoma bor. Siz to'g'ridan-to'g'ri borib Mehnat vazirligiga yoki prokuraturaga yoki boshqa bir sudga yoki bilmadim, sizni himoya qilishi mumkin bo'lgan любой tashkilotga borib ariza kiritishingiz kerak ish beruvchining ustidan. Biz sizga ish bermaganmiz, to'g'ri tushuning. Biz juda katta kompaniyamiz, obyektlar soni juda ko'p va bizdagi har bir inson uchun biz javobgar emasmiz. Biz faqatgina shartnoma asosida genpatriatchik yoki subpatriatchiklarga qilingan ish obyomi uchun pul to'laymiz. Shunaqa gaplar, o'rtoqlar. Kimda yana qanaqa savollar bor? Qurilish sohasida obyektlar yoki sotib olish masalalari bo'yicha albatta ofisga tashrif buyursangiz, juda ham ko'p savollarga javob bera olamiz, juda ko'p imkoniyatlar ham bera olamiz. Yoki o'sha qatnashish kerak vebinarda ham juda ko'p ma'lumotlarni biz beramiz. Salom, nega o'zingiz bilan gaplashib bo'lmaydi telefon orqali? Buni javobini nima deydi? O'zingiz fikr qilib bilsangiz ham bo'ladi, menimcha.